velosipeddagi V bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. V Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. V'ning ayrim shakli. Misol vaza. V'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol sivat. Tuanda biz rasmga birlashtirib yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Vaza V harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Sivat V harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Va tan vatan va da vada va za vaza ha va hava na vat navat ta vuz tavuz har va arva char va charva bizning ulug' vatanimiz Junxo Xalq Cumhuriyeti. Vatanimizning poytaxti Beijing. Davlat bayrog'imiz 5 yulduzli qizil bayroq. 1-oktyabr davlat bayrami. Biz vatanimizni suyamiz, Beijingni suyamiz, Tiananmenni suyamiz, ana yurtimiz Xinjiangni suyamiz. Biz vatanning o'g'il qizlari. Biz vatan uchun, xalq uchun o'qiymiz.